Duxovkada haqiqiy parmoda somsa. Somsalar orasida parmoda somsa o'z o'rniga alohida ega. Sochni va lazzatli bir tishlamli bo'lgan bu parmoda somsachalarini aslida tayyorlash juda ham oson. 250 ml suvda 1 choy qoshiq tuzni eritib, 500 g un va 50 g taplink yog'i bilan qattiqroq xamir tayyorlaymiz. Xamir tingandan so'ng ikkiga bo'lib uzun kalbas shakliga keltirib olib, yana 15 daqiqa davomida tindirib, +- 15 g atrofida kesib olib, mushlab zuvalachalar holatiga keltirib, paketlab qo'yamiz. 600 g qo'y go'shtiga 400 g mayda to'g'ralgan piyoz qo'shib, tuz, murch, zira bilan yaxshilab aralashtirib, qiyma tayyorlab olamiz. Zuvalani 9-10 cm diametrida yoyib chiqamiz. Somsani tegi qalin bo'lib qolmasligi uchun zuvala yoyilayotganda zuvalani markaziga nisbatan chetlarini yupqaroq qilib yoyib olsak, somsa tugilganda somsani tegi qalin bo'lib qolmaydi. Bir dona somsa uchun 20 g qiyma yetarli bo'ladi. Aynan shu retsept bo'yicha rovna 1 list somsa chiqadi. Parmoda somsani 4 donadan yopishtirib chiqish shart emas. Somsalarni suv aralashgan tuxum bilan surib chiqib, sedana bilan bezatib olib, oldindan qizdirilgan 230 darajada tepa-past konveksiyada somsalar qizarib chiqquncha 35-40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Bu bir tishlamli, lazzatli va sochni bo'lgan parmoda somsalarning og'izda erish siri xamir tarkibida taplonk yog'i borligidir. Bu parmoda somsa bilan albatta oila a'zolaringizni xushnud qiling. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli. Maltana bilan har qanday somsa yanada mazaliroq.